4. qism. Öyümüzдің тазлашқы тегешлік орынларыны тазлап, сүртіп, öýlerini bir-aqur rətlep çıktın. Bir yaxtın qıynatam. Boldy kızım, tazlamang. Apağınız etqandek siz özünüzü asırmısınız bolmaydı. Bu öýni tazlaydıgan, tamaq etadigan qızlar bar. Boldy, olturup televizor görün, yoki aram edin. Dedi. Men maqul deginimce qiyin atamның qıypaş odalığı kelip olturdum. Qiyin atam televizorning ovozini bo'sh qilib etgandan keyin xuddi menga deydigan gapi bordek men tarafga qarab burilib o'ltirdi. Sizga deydigan gap bor edi. Gapning hammasini apangiz ikkimiz bir yerda o'ltirib desak yaxshi bo'ladi qizim. Deb gap boshlashiga apammo kirgan edi. Nimani deymiz atisi? Azroq vaqt o'tgandan keyin desakmi bo'ladi-ku? Dedi apam. Bula nima demakchidu manga? Zodi demisi bo'lmaydigan gapga o'xshamamdi. Deb bütün diqqatim bilan ularning gapini tinglashga tayyorlik ko'rdim. Apam gap boshladi. Aslida bir qancha kun bo'lgandan keyin andin aytayli deb xiyol qilgan edim. Atingiz gapning beshini chiqarib bo'pti, qizim. Gap teshilgib bo'lgandan keyin sizga hammani deyli. Eringiz Alijon xizmatdoshi bo'lgan Ra'no ismli bir qiz bilan to'y qilmoqchi bo'lgan edi. O'g'limiz olaman degan bo'lgandan keyin bo'pti, to'yini qilib qo'yayli deb tamshalgan edik. Tunishlardan biri bu qizningki menga balliq bo'lolmaydiganligini bizga aytib qo'ydi. Shuning bilan biz bu to'ydan voz kechdik. Ammo o'g'limiz Alijon bu qizdan hozirgacha voz kechmagan bo'lishi mumkin, qizim. Otimiz ikkimizningki faqat bir o'g'il, bir qizimizdan boshqa bolamiz bo'lmagandan keyin navra biqishga oldiryapmiz. Ish shundoq tursa, to'g'almas bir qizni ilib bersak, o'g'limizning baxti nobud bo'lib ketmasin. Birer balliq bo'lmas deb o qizni ilib bermidik. Şoňlaşqa eringiz Alijon o qizni tapsaqmı almay, bu qizni tapsaqmı almay, ahiri sizni tapdı qizim. Alimo sizni almayman demedi. Oğlum Ali ah ko'ngil bala. Ammo azroq tarsa mijazi bor uning. Şoňa onunğa azroq vaqt bersiňiz qizim. Dedi qiyin apam. Qiyin atammo Biz ko'chilmagandan o qizni baribir ololmaydi. Siz onun haqliq olgan ayoli bo'lib, qonunliq ayoli bo'ldingiz. Biz bu yerda nihoyatda cho'ng to'y qildik. Bütün yurt ahli sizning bizning oilamizning kelini ekanligingizni bilib bo'ldi. Shuningga bu ikkisiningmi endi to'y qilish fursati yo'q degan gap. Apangiz ikkimiz hayotda bo'ladiganmiz. Biz sizni ko'z qirchiqimizda asragandek asraymiz. Mushi ishimizda o'g'limizning bir bolsini ko'rib qolsaq deydigan orzuimiz bor edi. Jaq gap qilib, beshingizda qaydirib qo'ydik. Obdinroq o'ylashib ko'ring. Biz sizni hargiz jafo tatqizmaymiz. Ayol ikkinglar, aniq ijil o'tsanglar, shu bizning baxtimiz qizim. Dedi. Men birer ishlarni tushungandek, beshimni langshitib, ularga qoyillik bildirib o'ltiratdim. Bo'ldi qizim. Sizmi birdam aram iling. Charchab qolsangiz hargiz bo'lmaydi. Dedi apammi. Ma'qul, undaq bo'lsa, men biroz aram olay. Sizlarmi ortiq qayg'urmay aram ilinglar. Deginimcha asta o'rnimdan turib, qiyin atam, qiyin apamlardan ayrilib, yotoq uyimga kirdim. Bularninki qisqig'ini aytib bergan gap so'zlaridan to'y kuni eshik oldida uchragan ayolning dal bu uyga kelin bo'lib kirmoqchi bo'lgan
Rana işkellikini bildim. Erimning mu mast bo'lib olsa, bu ayolning ismini harmay chaqirdigan işkellikini ondan his qilib yetdim. Muradiga yetolmagan bir jiplashgan. Men qanday qilsam bo'la? To'y qilishdan burun bilgan bo'lsam, bu to'yni qilmasam yaxshi bo'larkan. Endi bu to'yni qilib, bu oilaning kelini erimning ayoliga aylanib bo'lgan tursam. Hey, boshqa amal yo'q. Boshqa kelganni ko'ygilik. Deganimcha karvatimga o'zimni tashlab, ko'zim uyquga ketibdi. Mushundaq qilib Ali bir hafta atrofida uyga kelmagan edi. Yanala yotoq uyimda aram elib yotsam, eshik yenik echildi. Bir chaqlarda nihoyat jiddiy talaffuzda "Hay, chaqan bo'ling" degan Alining ovozi bilan o'rnimdan turdim. "Kichik sumkaga bir qo'l kiyimingizni ilib tayyorlik qiling. Sirtga chiqamiz" dedi Ali. "Nega boramiz? Almashtirgan kiyim ilib olamdiman" deb so'radim men. "Ha, xizmat ishi bilan boshqa shaharga bormoqchimiz. Chaqan bo'ling" dedi Ali jiddiy talaffuzda. "Ha, xizmat ishi bilan bo'lsa, men bormay turaymi? Otam opamlarga hamroh bo'lib" dedim. "Yo'q, siz bormisiz qat'iy bo'lmaydi. Tayyorlik qiling degan, jiq gap qilmay tayyorlik qiling" dedi Ali ochiq zardisi bilan. Men boshqa gap so'rashga jur'at qilolmay, bir qanchqur kiyimni oldimda kichik so'mkadan birga qachilab pastga tushdim. Otam opamlarmi pastda bizni saqlayotgan edi. Qarg'anda bularning xavri bor ekanda deb o'yladim o'zimcha. "Ha, qizim, aslida bu uyga kunib olguncha sizni avatmasak yaxshi bo'ladi. Ammo Alijonning deyishicha, siz bormasangiz qat'iy bo'lmaydi ekan qizim. Shunga eringiz yiningizda bo'lgandan keyin xotirjam berib, ko'zlaringizni o'ynatib, beshingizni aram topqizib keling qizim" dedi opam. Qiyin otamni gap qistirib, "Agar ayoling bilan yaxshi o'tmaydigan bo'lsam, mening sendek o'g'lim yo'q. Bilib qol, men sendan bir umr rozi bo'lmayman" dedi. "Voy, ata, opa, xotirjam bo'linglar. Har qancha bo'lsa-mu, sizlarning bu atvorliq kelinlarni yavatmasman. Ha, bo'ldi, mayli" deginicha meni yetlab sirtga ilib maqdi. Men Alining qo'lidan asta-asta sug'urilib chiqdim va opamning yeniga kelib, bo'yniga mahkam esilib, vidolashayotganda qattiq shig'ladim. Ko'nglim shunchalik parakanda, yuragim ansiz so'qiyotdi. Ali keyniga qaytib kelib, qo'limdan tutgancha, "Bo'ling, tez bo'ling, mashina saqlab qoldi" deginicha meni yetlab ilib chiqib ketdi. Eshik oldida kichik tipdagi avtobus to'xtatib qo'yilgan edi. Mashina tuviga kelishimizga eshik ochildi. Qo'limdagi so'mkani Ali qo'liga ilib olgandan keyin chiqing deb ishorat qildi. Men mashinaga chiqib o'ltirganlarga qarab salom qildim. Hammasi salomni ilik olgandan keyin bir o'rinni ko'rsatib, "Bu yoqqa kelib o'ltiring" dedi. Men berib o'ltirgan bu o'rin 2 kishilik o'rin bo'lib, ammo o'zim yolg'iz o'ltirgan edim. Ali bo'lsa, o'rinlarning oldidagi o'rinda o'ltirgan, bir ayolning yeniga berib o'ltirib olgan edi. Men bu mashinadagilarning hech qaysini tunimagan bo'lg'achqa ko'rinib, bu yumshoq o'rindiq, xuddi ushliq mixliq o'rindiqdek o'ltirishmi nihoyatda taski to'xtayotgan edi. Mashinaning ichidagilar hammasi xizmatdosh edi. Faqat menla bularga nisbatan yot odam edim. Shundoq bo'lgandan keyin Ali meni yolg'iz tashlab qo'ymay, hech bo'lmaganda biror manzilga borguncha yonimda o'ltirgan bo'lsa, qanchalik baxtli bo'lgandim bo'lardim-a? Afsus, men mashinaga chiqibla tashlanib qolgan edim. Mashina bir xil sur'atda ketib boradi. Mashinadagilarning xizmat to'g'riliq deyishgan paranglarini men ozroqmi tushunmay, bir xil gangirab o'ltiratdim. Bir chaq bo'lgan vaqtda mashina yo'lning chetida to'xtadi. Hammaylar mashinadan tushdi.
Mənmi ularga əgişib asta maşindan düşdüm. Yeşi məndən çoğ bir ayalның. Singlim, bu yoqqa keling. O'burniga kirib chiqib, andin mangimiz. Degan gepi bilan bu ochashqa әgişib mangdim. Degandek ayollar o'burnisining oldiga keldi. Biz bilan birga tushgan bir qancha ayollar kirib ketgan edi. Biri chiqishi bilan meni boshlab kelgan ochashmo ichiga kirib ketdi. Yana bir ayol chiqdi. Menmi ichiga kirdim. İşlerimni nihayet chaqqonlik bilan tugitib, sirtga chiqib qaradim. Hech kim yo'q. Men kelgan yo'l bilan cho'ng yo'l ustiga chiqdim. Yo'l ustidami men chiqib kelgan mashina ko'rinmaydi. Badanlarim titrashga boshladi. Yuragim ansiz so'qib ketdi. Bular nega ketgandu? Endi qandoq qilaman deganimcha mashin to'xtagan o'rinda zum o'ltirib qolgan edim. Mendan birer 100 metr yiroqlikda men o'ltirgan mashina keyniga yenib kelyotdi. Mashinani ko'rib, ko'zlarim chaqnab ketdi. Birninki, "Chaqqan bo'ling, tiz bo'ling" degan ovoz bilan men qayta hayotlikka erishgandek avtobusga qarab yugurdim. Avval mashina orqaga yenib kelyotdi. Ammo men yugurgancha u mashina asta-asta oldiga ketib boradi. Shuncha yuguribmi men avtobusga yetisholmagan edim. Putlarimda mag'dur qolmagan edi. O'rnimda o'ltirib qoldim. Meni boshlab o'burniga birga borgan ochash bilan yana bir ochash tushib, ikkisi ikki tarafimdan yetliginicha avtobusga elib chiqdi va o'rnimga opirib o'ltirg'izib qo'ydi. Bir tal chechimdan bir tal ter chiqib, butun badanimni ter qoplagan edi. Azroq demimni ilib olgandan keyin bularninki menga qarab xirildab kulishayotganligini ko'rdim va ishtikla oldida o'ltirgan Aliga ko'zim tushdi. Ali bir ayolni bilikiga yotqizib olgan edi. Men eshikdan chiqqanda o'z holim bilan qilib, ularga diqqat qilmabdiman. Orqadan qarab, u ayolninki kim ekanligini faqatla bilamagan edim. Chekam qo'rilishga boshladi. Bu nima ish? Men nima bularning oldida? Yo'l ustida tashlab etsa, mashinaga orqasidan yugurib aran chiqsam. Endi erim bo'lgan odam menga qaraydigan abdi bo'lmasa, qanday qilishim kerak? Texi mashina ichidagi yeshi eng kichik bo'lib qolganimcha, cho'nglarga qattiq gap qilg'ili bo'lmasa-ya. Mashinadan tushib qolgan vaqtimda meni nimishqa tashlab qo'yganligini so'rashim kerak edi. So'ramaganlik sababi bularning hammasi mening otam, opam qoramliq kishilar edi. Bular bilan paranglashib o'ltirishmi menga bekli tas edi. Shunday qilib ichimdan o'rningdan tur Aynur, o'rningdan tur. Berib qara eringga degandek nidolar kelyotdi. Men o'rnimdan turib asta oldiga qarab mangdim. Ali o'ltirgan o'rindiqning oldiga o'tib, ularga qarab o'ltirdim. Yuragim jig' qilib qolgan edi. Alining belikida yotgan ayol dal to'y kuni bizga eshik oldida uchirgan yiliqi Ra'na edi. Men bir hasa ularga qarab turgandan keyin qiyin otam, qiyin opamlarning menga aytib bergan gaplari esimga keldi. Bo'ldi. Bular to'y qilamagan bo'lgandan keyin gap qilmay bo'ldi dedim-yu, qalbimdan chiqqan isyonlar so'zlamakdi edi. Mushundaq bo'lgandan keyin meni nimishqa birga opirman deb turib oldigandi bu deganlarni o'ylab dimoqlarim echishib ketdi. Ali meni asli yaxshi ko'rmaydi ekan. Faqat otasi opasining oldida ularga yaxshichaq bo'lib meni birga opirman degan bo'lsa kerak deb o'yladim. Yana bir tarafdan men yaxshi ko'rdigan ayolni ko'rib qolsin, uning bilan qandoq o'tadi ekanman deb ko'rsatib qo'yish uchun birga opardimikin deb o'yladim. Mayli, qandoq o'ylay, lekin beshimdan faqatla o'tmaydi. Men bo'lsam avtobusda bu ikkisi texmi erkin bo'lmamdi. Nima deb meni bular o'ttirga qistirib oladi.
Ko'z oldim qorong'ulashib, kallam qop-quruq edi. Boran chopqinliq hayot nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 4-qismini anglatdik.